Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimiz fanga oid va tayanch kompetensiyalar hisoblanadi. Bu video darsni Bolbekova Sevinch tayyorladi. Diqqat bilan kuzatasiz degan umidda mavzuyimizni boshlaymiz. Avvalo, rejalar bilan tanishamiz. Demak, rejalarimiz quyidagicha: kompetensiya haqida ma'lumot, kompetensiya turlari, tayanch kompetensiyalar, fanga oid kompetensiyalar. Demak, birinchi o'rinda kompetensiya haqidagi ma'lumotga to'xtalamiz. Psixologik va pedagogik adabiyotlarda kompetentlik tushunchasi nisbatan yaqinda paydo bo'ldi. Ta'limga kompetensiyaga asoslangan yondashuv G'arb ilmiy adabiyotlarida 60-yillardan boshlab, mahalliy adabiyotda esa 20-asrning 90-yillaridan boshlab mehnat bozorining mutaxassis shaxsiga bo'lgan talablari ortishi tufayli shakllana boshladi. Kompetensiya so'zi lotincha compito so'zidan olingan bo'lib, erishaman, muvofiqman, mos kelaman ma'nolarini beradi. Kompetensiya bu kishi egallagan muayyan bilim, ko'nikma va malakalar majmuasini anglatadi. Kompetensiya tushunchasi nisbatan yaqindan boshlab 1960-yillarning oxiri va 1970-yillarning boshlaridan keng qo'llanila boshlandi. Kompetensiya va kompetentlik haqida demak hozir aniqlik kiritamiz. Kompetensiya va kompetentlik tushunchalari deganda asosan zamonaviy fanda xodimlarni boshqarish nazariyasi va amaliyotini tahlil qilishda kompetensiya tushunchasiga muhim ahamiyat berilmoqda. Kompetentlik tushunchasi dastlab ta'lim sohasiga psixologik, pedagogik izlanishlar natijasida kirib kelgan tushuncha bo'lib, zamonaviy atama sifatida qo'llanilib kelinmoqda. Kompetentiya lotincha so'zdan olingan bo'lib, o'zbek tilidagi tarjima qilinganda uning lug'aviy ma'nosi yaxshi biladigan inson, tajribaga ega bo'lgan kishi kabi ma'nolarni bildiradi. Kompetensiya ma'lum bir sohada samarali faoliyat olib borish uchun zarur bo'lgan mutaxassisning ta'limiy tayyorgarligiga qo'yilgan talabdir. U davlat ixtiyorida bo'lgan, oldindan belgilangan ijtimoiy talab bo'lib, u o'quvchi yoki ishchining muayyan sohada samarali faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan ta'limiy tayyorgarligiga yoki professional kasbiy tayyorgarligiga nisbatan qo'yiladi. Demak, bu kompetensiya, kompetentlik esa zamonaviy atama sifatida qo'llanilganda yaxshi biladigan inson, tajribaga ega bo'lgan kishi ma'nolarini bildiradi. Endi esa kompetensiya turlariga to'xtalamiz. Asosan olimlar 4 xil kompetensiya turlarini ajratishgan. Bular quyidagicha: tayanch kompetensiyalar, umumiy predmetli kompetensiyalar, bu fanga oid kompetensiyalar deb ham ataladi. Xususiy kompetensiyalar va kasbiy kompetensiyalar. Endi bugungi mavzumiz asosan tayanch kompetensiya haqida ketadi. Tayanch kompetensiyalar 6 xil 6 ta yo'nalishga ajratiladi. Birinchisi kommunikativ kompetensiya. Bu ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Ikkinchisi axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi. Bu media manbalardan zarur axborotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, saqlash va ulardan samarali foydalana olish, ularning xavfsizligini ta'minlash, media madaniyatiga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadigan kompetensiya hisoblanadi. Uchinchi kompetensiyamiz, tayanch kompetensiyamizdan biri,
O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi. Doimiy ravishda o'zini o'zi jismoniy, ma'naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o'qib o'rganish, kognitivlik ko'nikmalarini va hayot tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o'z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko'nikmalarini egallashni nazarda tutadi. 4-chi tayanch kompetensiyamiz ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Jamiyatda bo'layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlik his etish va ularda faol ishtirok etish, o'zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutuvchi kompetensiya hisoblanadi. 5. Milliy va umumadaniy kompetensiya. Bu kompetensiya vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish, badiiy va san'at asarlarini tushunish, orasida kiyinish, madaniy qoidalarga va sog'lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. 6. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi. Aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o'qiy olishni, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoit olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi bu kompetensiya turi. Demak, tayanch kompetensiyalar yakunlandi va endi fanga oid kompetensiyalar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning savodxonligini ta'minlash, og'zaki va yozma nutqida adabiy nutq me'yorlariga rioya qilishni shakllantirishdan iboratdir bu fanga oid kompetensiyalarning xususiyati. Fanga oid kompetensiyalardan biri haqida tanishamiz. Bu lingvistik kompetensiya, ya'ni fonetika, grafika, orfoepika, orfografiya, leksika, grammatika va uslubiyatga oid bo'lgan kompetensiya turi hisoblanadi. O'zbek tilida nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qila olish, so'zlarni talaffuz me'yorlariga rioya qilgan holda bo'g'inlab ko'chirish qoidasiga rioya qilish va mana shu kabi xususiyatlarni shakllantirishni ko'zda tutadi bu lingvistik kompetensiya. Demak, bu fanga oid kompetensiya turidan biridir. Shuning bilan fanga oid kompetensiyani yana kengaytirish mumkin. Har bir fanga oid maxsus kompetensiyalar bo'ladi. Xuddi lingvistik kompetensiyaga o'xshagan. Misol uchun, matematikada hisoblay olish ko'nikmasi bo'lishi mumkin va buni boshqacha nom bilan matematik kompetensiya, hisoblay olish kompetensiyasi deb ham atashimiz mumkin qaysidir ma'noda. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatganingiz uchun tashakkur.